Kechedagi kirolmadim, qolib ketdim, svязь yaxshi bo'lmadi, taraveh vaqti edi, bolalarni uxlatayotgandim. Yotgan hamma uchun bugun boshqatdan yana bitta okошко ochib efir qilishga qaror qildik. Ko'pchilik ko'ra olmabdi. И запись qo'sh esimdan chiqibdi kechqurun. Qo'shilganmi? Qo'shildi? Yo'q, qo'shilmabdi. YouTube'dagilar ovozim eshitilyaptimi? Chatga yozinglar. YouTube'ga ovozim eshitilyaptimi? Telegram kanalidagilar ovozim eshitilyaptimi? Plus belgisini qoldiringlar. Eshitilyotgan ekan. Qanaqadagi bo'lib oxirida beradi zapis bering. Bumi? Ha, YouTube'da. Bo'ldi, tushunarli. Boshladik. Xo'p, kechagi savollarni ko'pi endi rasmlar bu erim tomonidan bor ekan. Nima qilsam bo'ladi? Irsiy. Xo'p, irsiyni nima qiladi? Irsiyni kimdir davolab, uni как цепочка bo'lsa o'sish kerak. O'zi endi 4 sababdan bo'ladi. Qaysi holatda? Birinchisi nevrologik, ikkinchisi irsiy, uchinchisi qattiq psixologik holat, ya'ni qo'rquvdan bo'ladi. O'zi ko'pchilik har doim davolagan, lekin natija olmagan, doktorga borgandan. Nimaga? Biz har doim nevrologik holatini hal qilishga harakat qilamiz. Ya'ni kim doktorga olib boramiz, tok olamiz, nepatologdan dorilar olamiz, bosh miyasiga ukreplение beramiz. Lekin farzandimiz tuzalmaydi. Nimaga? Chunki o'zi bolalikdan o'zi provokatsion nuqta qo'rquv bo'lgan bo'ladi. Psixologik yechim bermaymiz. Xo'p, doktorga olib borib davolatganlar, vaqtinglarni bekor ketqizdimmi, endi nima bo'ladi, bu tuzalmagan kasallikmi deb o'ylayotgan ota-onalar uchun. To'g'ri qilgansiz. Agar orangizlarda hozir aneurizma bor bolacha, hali nerpatologga olib bormagan bo'lsangiz, logik ko'rsatmagan bo'lsangiz, uni tekshirtirmagan bo'lsangiz, urologga olib borib, обязательно olib borib tekshirtiring. Albatta tekshirtirish kerak. Nega? Sizning farzandingiz endi boshlamadi aneurizma. Masalan, orasida 1 oy bo'ldi aneurizma boshlaganiga, 1 hafta bo'ldi degan hali men insonni ko'rmadim. To aneurizma 1 yil, 2 yil, 3 yil bo'lib, ota-onani qiynar darajaga yetmaguncha, u uzluksiz ravishda bo'lmagunicha ota-ona uni bir doktorlik masalada bilmaydi har doim ham. Shu qo'rquv oqibatida o'zi aneurizma bo'layotgan bola yashab sekin o'sha refleks darajasiga yetadi, ya'ni refleksiya ishlab ketadi, o'rganib qoladi. Uni miyasi, uni qovig'i, u xil o'rinda qolib ketib, qovig'iga shamollashlarga olib keladi. O'shaning uchun обязательно doktorga olib borgan bo'lishingiz kerak. Bir xilda bo'ladi nevrologik aneurizma nimadan bo'ladi? Unga miyasiga yaxshi qon aylanmasligidan, mana adenoidi bor bolachalar ham aneurizmaga bo'lishadi, miyasida qon faoliyati yaxshi aylanmaganidan, unga signal yetib kelmagandan aneurizma bo'lishadi. Bola aneurizma, ya'ni bolaligida gipoksiya bilan tug'ilganmi, nevrologik kasalligi bo'lganmi chaqaloqchalik paytida, qanaqadir sudirgisi bo'lganmi, miyani uxlatishga, tinchlantirishga dorilar berishganmi unga, qanaqadir holatlardan o'tgan, yiqilib tushgan, bolaligida qanaqadir boshini devorga urgan, u bo'lgan, asabiy bo'lgan, tinchlantirgan dorilar ichishgan, endi miya bo'shashgan holatda yokida orqa miya kechqurun uxlaganda signal bergan miya uyg'onmasligi. Bu tug'ma bo'lishi mumkin-da, bola o'zi tegi tuzilishi shunaqa bo'lishi mumkin. Yokida orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'masini ham orttirilganni ham lecheniya qilsa bo'ladi, borib dorisini ichib, etap-etap dorilarini ichirib, uni sekin-sekin davolash kerak uni ham. Nega? Chunki ujra kasallik tanasiga o't bo'ldi degani. Ko'p uzluksiz ravishda xo'lishtonda qolib ketdi, bolamizni qo'g'ini ham shamollatib bo'ladi. O'shaning uchun albatta tekshirtirish kerak, farzandni gijjaga ham tekshirtirish kerak. Har doim mana hozir menga savolinglar, momoylar yozayotganda обязательно yozinglar farzandinglarning otini, ot emas, yoshini, o'g'il yoki qizligini, qanaqa lecheniya qilganinglarni, tok olganmi, nerpatologga borganmi, gijasini davolatganmisiz, nima siz davo qilgansizki, hali u aneurizma mana 3 yil, 4 yildan beri lecheniya olmadi. Shu haqida to'liq yozib, ma'lumot qoldirsangiz, savolingizga aniqroq javob olasiz. Xo'p, savollarni yozishingiz mumkin. Sekin-asta javob berishni boshlayman.
Xo'p. Kelinglar ungacha kechagi efir haqida gaplashib o'tamiz. O'tkazib yuborgan. Kecha nima bo'ldi? Kecha sizlarga o'xshagan ota-onalar nimaga mana bepul konsultatsiya darslik deymiz. Jonli qilganimizda hamma ham sharoiti bo'lmaydi. Ko'pchilik bu Qirg'iziston, Tojikistondan ham bor viloyatlardan olib kelishga sharoiti bo'lmaydi. Bepul ham kelmaydigan ota-onalar juda ham ko'p. Dash Toshkent shahrining o'zida. Nega erinishadi? Bolasiga juda ham mas'uliyatsiz. Ya'ni xuddiki hozir ular kelsa bepul deb aldab bir nima bo'ladigandek yoki hech nima yechib bermaydigandek bo'ladi. Taksiga pul xarajat qilib kelishga odamlar erinadi, lekin San fakt o'zi mana ota-ona qachon qunt bilan kirishadi, shu doktorga ham, dorisiga ham, psixologga ham uzluksiz ravishda davolashga tushadi, bir kirishadi jiddiy shaxs bilan 2 oy, 3 oy, 4 oy kirishadi, shu narsa yo'qolib ketadi. Yo'qotmasangiz, uni davolamasangiz nima bo'ladi? Kelajakda o'ziga ishonmaydigan, jamiyatda o'z o'rnini topolmaydigan, ertaga bir nimaga erisha olmagan insonga aylanadi. Siz o'ylaysiz, erga tegsa o'tib ketadi, 14 yoshda o'tib ketadi, 15 yoshda o'tib ketadi. Yo'q, kechirasiz. 14-15 yoshida siz farzandingiz urush urganingizdan enurez bo'lishini sizdan bekitishni boshlaydi. Mana direktimda faqat shu 14-15 yoshlilar dardini yozigan xona bo'lib ketgan. Faqat o'ziga dardligini yozishadi. Men deydi, enurez bo'laman deydi. 16 yosh bo'ldim. Dadam bilan bu urushadi. Shu oyim urushganda, urganidan men o'sha bekitgan bo'lganman. Turaman, ko'rpalarim bekitaman, yuvib, ilib ilib ketaman, shtollarim bekitib ilib ketaman deydi. Nega? Bola o'zini o'zi uddalayapti-da, sizga og'irligi tushmayapti. Xuddiki uni o'zi davolanadi deb o'ylashadi. Bir nima qil deyshadi, nima qilsam bo'ladi, qiynalib ketdim, jonimga qasd qilgim kelyapti, men o'zimni jamiyatga qo'sha olmayman, o'rtoqlarim yo'q, xuddiki men kimdir bilan o'tirib gaplashadigan bo'lsam, shu sirimni aytib qo'ygandek o'zim yomon his qilaman. Qizlarni, o'g'il bolalarni dardi, mana nuruz bo'lgan bolachalarning dardi ichida. Uni yopilib qoladi. Даже mana 8 yoshli, 9 yoshli bolacha bilan gaplashsangiz ham ertalab bilasizmi, qanchalik unga og'riqli, shunaqa mana holatda uyg'onish. Siz o'ylaysiz, o'zingisi kelib, tualetga chiqmasdan uxlayotibdi, turgisi kelsa ham turmayapti, yoki ko'p suv ichib qo'ygani uchun bo'lyapti deb o'ylaysiz. O'zi aslida uni miyasi qattiq mana kun bo'yi bosimda, napряжение nimadir o'ylagan, kechqurun miya o'chib qoldi mana aytishadi. Bolam uyqusi qattiq, uyg'otsam turib suyadi, lekin mana o'zi turib uyg'onib siymaydi. Nega? Chunki uxlaganda miya qand qiladi. To'q etib o'chib qoladi. Qachon unaqa miya o'chib qoladi? Qachon mana orqa miya uyg'onishga javob bermaydi? Chunki постоянно kunduz kuni bosimda, miya stressda, qo'rquvda, nimadir o'ylaydi, переживать qiladi. Nima aytadiki, o'qituvchi nima? Dar shunaqa holat bor, men bolamga baqirmayman. Hammasi menda joyida deyshadi, lekin siz qaysidir bolangiz sho'xmi desam, ha, ukasi sho'xroq, uni urishaman. O'sha ukasiga baqirgandan u o'ziga oladi. U maktabga borishi mumkin, a'lochi bo'lishi mumkin, darslarni qilib kelishi mumkin, zo'r bo'lishi mumkin hamma narsa. Lekin qaysidir qilmaydigan bolacha gap eshitayotganda u qo'rqib ketishi mumkin. Enurez sababi faqat bosim va qo'rquv psixologik nuqtai nazardan. To psixologik u farzandingizga yechim bermaysiz, u zo'rg'a patologga olib borsangiz ham, gijasini tushirsangiz ham, qanaqadir davolik qilsangiz ham, nimadirlarni yedirsangiz ham moment bo'ladi, davolangan deb 1 oy, 2 oy keyin yana qaytalanib qoladi. Chunki o'zimizga olib kelgan bolachalarni ham mana o'tirib bittalab ishlar, individual terapiya qilgan, palon pul to'lagan bolachalarning ota-onasi ham 1 oy, 2 oydan keyin qaytaladi deydi. Qaytalaydi, chunki buni qayta ishlash kerak, qayta o'rgatgan narsalarni qilish kerak bu uyda. Bu davomiy qilinadigan narsa. Neurogimnastika mashqlari, qo'rquv bilan ishlanadigan art terapiyalari, bola bilan sensor boks qilib uni qo'rquvini ko'mish, uni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, unga bergan affirmatsiya darslaridan davomiy uzmasdan 40 kundan, kamida 40 kundan 4 oygacha davomiy qilish kerak deyman men. Mana любой joyga olib borsangiz ham doktorga 1,5 oy sizga tabletka yozib beradi, yana qayta ko'rik deb yozadi deydi. Bizning onalarimiz doktorga olib borishadi, dorisini ichirishadi, 1 hafta, 2 hafta ko'rishadi, xuddiki ichadi, yo'q deydi, doktor yaxshi emas ekan, dori ta'sir qilmadi deydi. Lekin u doktorga chiqib, doris ta'sir qilmadi. Nima qiling bugun nima lecheniyani qiling degan savolni berishmaydi. Nega? Chunki ular o'ylaydiki, sehrli tabletkacha. Mana bugun hozir olib dorini ichdi, bola tuzalib qoldi deb o'ylaydi. Tuzalib qolish kerak deb o'ylaydi. Aslida o'zi unaqa emas. Farzand har doim mehrga, e'tiborga va unga parvarishga muhtoj bo'ladi. Shu to 16 yoshiga to'lgunicha bu parvarish qilish, mehr berish, unga o'qit qilish, shu 16 yosh bo'lganda ham orqasidan kiyimini ko'tarib, ovqatini dasturxonga qo'yish
deyishda emas. Har bir farzandni etaplari bor. O'zi 3 yoshdan 6 yoshgacha o'zini himoyada his qilgan, mehrda o'sgan, sharq janjal ko'rmagan, sog'lom muhitda katta bo'lgan bolachalarni psixikasi joyida bo'ladi. Ya'ni buzilishsiz, janjal ko'rmadi, hech kim uni man qilaman deganda unga inkor qilmagan. U mehr olsa ola oladi onasidan, himoya kerak bo'lsa otasidan ola oladi. Hammasi unda joyida-da. U 6-7 yoshda maktabga boradi, uni o'ziga e'tibor, mehr joyida bo'lgan bola bemalol ommaga qo'shilib, jamiyatga qo'shilib ketadi. Ito shu bolada ham stress bo'ladi. Nimaga maktablarda psixologlar ularni oldin analiz qiladi. Mana maktabga borsangiz, psixolog qog'ozi deydi, savol javob qiladi. O'zlashtirishi joyidami? Bola psixologik sog'lom bo'lami? U qo'rqoqmi? U dudug'lanadimi? Uni ko'zi pirpiraydimi? Hamma tekshiruvlardan o'tkazishadi. Nima uchun? Chunki mana jamiyatga qaysidir bola tez qo'shilib ketadi, kimdir sekinroq qo'shilib ketadi. Kimdir uyda muammosi bor, kimdir uyda qanaqadir dardi, g'ami bor. Bolacha bu narsa bilan maktabga keladi va adaptatsiya bo'la olmaydi. Kimdir uyda adasi, abyuzer, narkoman kimdir, bola ko'rgan uzluksiz ravishda kaltaklash mumkinligini, baqir-chaqir qilish mumkinligini. Bu bola baba agressiv bolani qatoriga kiradi va uni mana psixolog sekin adaptatsiya qiladi. O'qituvchilarga tushuntiradi. Ya'ni mana bolangiz o'zi tegib shunaqa tuzilishi, u hali yirik. O'zida bilgisi bor, uni darsingizda o'tira olmaydi, qila olmaydi. Undan keyin pedagog, shu asl pedagoglar bolaga qarab, yondoshib mehr beradi. 30 xil bolaga 30 xil metodda tushuntiradi. Bir dars bergani kimgadir qattiqroq, qat'iylik bilan, kimgadir shirin so'z, yaxshi gap bilan. Hozirgi kunda bizda o'zi struktura mana shu 3 yosh, 6 yoshda buzil bo'lgan. Ya'ni siz 3 yoshingizda, 6 yoshingizda farzandingizga kerakli bo'lgan emotsiya, ehtiyojini yopib bera olmaysiz. Katta bo'lgandan keyin qo'rqoq bolaga aylanadi. 3 yoshida ko'proq yig'lab borsa yoki ko'proq injiqlik qilsa, qanaqadir qarqasha qilsa yoki ukasi kelib qolsa, ukasi bilan nimadir talashsa, qars urilgan bolacha yoki eringiz bilan o'zingiz munosabatlaringizni farzandlaringiz orasida kechgansiz, ya'ni janjal ko'rgan, yig'i ko'rgan, qaynona bilan noroziligingizni ko'rgan yoki siz postoyanno uy ichi bilan ovorasiz, farzandga vaqt yetkazib bera olmaysiz. 3 yosh, 6 yosh bola o'z ehtiyojlarini yopmadi, qanaqadir narsalardan qo'rqib qoldi, jamiyatda qo'rqib qoldi. Farzandingiz sizga kelib aytolmaydi, nega u sizdan himoyani eshitmaydi. Qaysidir moment u 3 yoshda kelib sizga nimadir yasaganini ko'rsatmoqchi bo'lganda, hozircha jim tur, asabimga tegma degansiz. Hozir mana seni eshitishga vaqtimga shu ishimni qilib olib keyin gaplashamiz degansiz. Bolacha o'zini himoyasiz his qiladi, bolacha o'zini keraksiz his qiladi. Shunaqa bo'lgandan keyin bolada jamiyatga nisbatan qo'rquv uyg'onadi. Bu oddiygina siz qattiqroq unga baqirib borishingiz. Nimadan qo'rqib qolgan bilmayman, bizlarmizda hamma narsa joyida deyishadi ota-onalar. Shu narsaki, nimadan u bo'lgan, bolaligida qanaqadir narsani etib himoya olmoqchi bo'lganda unga himoya berishmagan. Qanaqadir mayda nuqtacha bo'ladi, nuqta. Siz hozir eslasangiz kular darajada даже nuqta. Siz qanaqadir kasal bo'lib yoki rabdomga 3 kun tuqqani ketganingizda bola qo'rqib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki siz ketib, bola himoyasiz o'zini qolib ketgandek his qilgan bo'lishi mumkin. Yoki ukasi kelib, o'zini mehr bo'lingandek his qilgan bo'lishi. Oddiy narsalardan boshlanadi. Himoya, mehr, ehtiyojlar yopilmasdan qo'rquvga aylanib ketishi. Endi u jamiyatga chiqyapti. Jamiyatga chiqqandan keyin nima bo'ladi? Bola o'ziga ishonmaydi, qo'rqadi. Jamiyatda xuddi uyida abyuz munosabat qilgan bolachalar bor. Xuddi shunaqa agressiv bolachalar ta'siriga tushisha boshlaydi. Kimdir uni qo'ldan o'chog'ini olib qo'yadi bog'chasida, kimdir uni urib o'tkazib qo'ya oladi, kimdir unga aytganini qildira oladi. Yoki siz farzandingiz juda ham udobli bola bo'ladi. Ya'ni hammani aytganini qilib, hammaga yaxshi ko'rishga harakat qilgan farzandga aylanadi. Yoki u bilan o'rtoq bo'lishlik uchun qanaqadir pora berishni boshlaydi, yoki darslarni ko'chirishga berishni boshlaydi. Mana mustaqil emas, o'z so'ziga ega emas, jamiyatda o'z o'rnini qo'ya olmagan farzandga aylanadi. Keyin nima bo'ladi? Shu siz bilgan, ming'ir-sing'ir qilgan, faqat sizni etigingizga yopishgan, vechni недовольный, hech nimadan ko'ngli to'lmaydigan, sizga yoqmaydigan, odatga chiqaradigan, sizga quloq solmagan farzandga aylanadi. O'zi asli tegida bu farzandni mehr ehtiyojlari yopilmagani uchun, jamiyatda o'z o'rnini topa olmagani uchun, hammadan qo'rquv his qilib, himoyani his qilmagani uchun
farzandingizda miyasida buzilish ketishi boshlagan bo'ladi. U sekin-sekin shakllanadi. Kimdir uyda dadasi baqiroq bo'ladi, kimdir uyda buvisi baqiroq urushqoq xotin bo'ladi. To'g'ri, biz ularga bu narsani tushuntira olmaymiz. Oy, hozir baqirsangiz bolam sevib qo'yadi. Oy, siz baqirayotgancha bolam sevib qo'yyapti. Katta inson tug'ilamiz. Lekin biza farzandga o'z qo'rquvlari bilan qanaqa kelganini ishlash mumkinligini o'rgatishimiz juda ham zarur. Chunki 6 yoshgacha siz yoningizda bo'lishi mumkin farzandingiz. Undan keyin u maktabga boradi, jamiyatga qo'shiladi, o'qishga boradi. O'qishda jamiyatda o'z o'rnini qidirishga tushadi. Jamiyat o'rnini topmagan, qo'rqadigan, so'zimga qo'shila olmagan farzand har doim o'zini kemtik his qiladi. Xuddi hech kimga kerak emas. Ana qo'pol qaytganda loser deyiladi. Lider bo'lamas, loser bo'ladi. Katta bo'lganda ham bitta ish amallab topib ishga kirib, o'sha ishda 24 soat kompyuter shqillatib o'tirib ishlab, shu 5 million, 6 million oylik ko'radigan farzand bo'ladi. Undan ortig'ini o'ziga loyiq ko'rmaydi. Nega? Chunki bolaligida aytilmagan, sen qila olasan, sen uddalay olasan. Shu choynakdan choyga o'zi quymoqchi bo'lganda, tema issiq sindirasan, kuyasan emas, o'sha bir issiq, sen buni quya olmaysan. Boshqa narsani quyishing mumkin. Mana suvni quyib ko'r demagan u farzandga. Yoki bugun sen nima qilging kelyapti? To'p o'ynaysanmi? Yoki dars qilasanmi deyilmagan u farzandga. Yoki matematika yozging kelyaptimi? Qog'oz uchiga qalam olib tizging kelyaptimi? So'ralmagan unga. Nimadir to'xta, yoyma deyilgan. To'xta, tema bunga deyilgan. Hammani universitetga tashlabsan deyilgan. Qanaqadir o'rtoqlarni olib kirib uyda nimadir qilmoqchi bo'lganda kirg'izilmagan bolalarni o'rtoqlariga nega? Hamma yog'im universitetda, hamma yog'im yoyadi, hamma yog'im bir bola qilib tashlashda bolaga cheklov qo'yilgan bo'lgan. Shu bolachalar shu yosh davridan 3 yosh, 6 yosh davridan boshlanadi o'zi qo'rquv, o'ziga bo'lmagan ishonch, jamiyatga kirishib ketishlik, keyin bosim, постоянно bosim. O'zingiz kimni bosimni his qilib yashaysiz uyda? Ya'ni kimdan qo'rqasiz? Kimdan qo'rqib kelgansiz? Mana irsiy davom etadigan kasallik anorezi o'zi asl negisi shu. Onasi tepada onasidan qo'rqqan yoki otasidan qattiq qo'rqqan. Keyin uni oqibatida o'zi anorez bo'lgan 9 yoshgacha, 10 yoshgacha anorez bo'lishadi. Ular aytishadi, "Mani farzandim anorez bo'lishi norma, chunki o'zimda ham anorez bo'lgan 9 yoshdaga o'tib ketgan" deydi. Ne fakt sizni farzandingiz 9 yoshdaga o'tib ketadi. Chunki hamma bolaning ruhiyati har xil tuzilgan. Sizni hayotingizda qanaqadir muammo, masala bo'lgan bo'lishi mumkinki, siz u qo'rquvni nimadir qilib yashab o'tgansiz, amallab, yoki u qo'rquv hali ham sizni miyangiz tagida turadi. Hayotingizda qanaqadir momentlar trigger bo'lsa, kimdir sizga pop etib qanaqadir katta summa pul yo'qotib qo'ysangiz, yoki qanaqadir eringiz xiyonat qilib qo'yganida, yoki siz aybsiz aybdor bo'lib qolganingizda, nimadir holatlarga uchraganingizda u ko'tarilib ketadi. U baribir o'zini davolanmasa, o'zini natijasini, o'zini ertaga katta bo'lganda mevasini ko'rsatadi. Chunki mani kesimda, sizlar mana menga hozir yozasizlar, 16 yosh, 20 yosh davolasa bo'ladimi deb. Ishonib 30, 40 yoshli erkak ayollar ham bor kelishadi konsultatsiyaga, diagnostikaga, lecheniyaga. Nimaga? Chunki shu 30 yoshida ham o'tib ketmagan shu kasallik, 40 yoshida ham o'tib ketmagan shu kasallik. Bitta qanaqadir hayotda muammo bo'ladi, faqat yana qaytalanib qoladi. Bu anorez bo'lib qaytalansa, hop bilasizmi, dahshatli mana. Постоянно qo'rquv, bosimda bo'lgan bolacha anorez bo'lgan, tirnog'ini tishlagan, lekin davolanmagan. To 19-20 yoshga bo'lib, bir nimalar qilib, qanaqadir lecheniya qilib, amal taqal qilib tuzalib, eriga tegib olgan, 30 yoshda, 40 yoshda eri xiyonat qildi va pop etib qo'rquv, vahima kasalligiga uchrab qoladi. Undan yomonli vahima kasal bo'lgandan keyin olib borib, konkret psixoterapevtni oldiga olib borib, u demensiyasini dori ichirib davolatish kerak. Bir tilla bir qaltirayman, qo'rqaman, erimdan pul so'rashi oldida qo'rqaman, o'zimni fikrimni bildirishdan qo'rqaman, qaynamga bir nima deyishdan qo'rqaman. Endi nima qilayman, qaynamni o'zgartira olmayman. Bir nima hayotimni o'zgartira olmayman. Xohlamagan ishimdan ketib, o'zimni ishimni boshlay olmayman, qo'rqaman boshlashdan. Erimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman, ishimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman, uyimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman, joyimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Bular hammasi mana bolaligimizda bizga tanlash huquqi berilmaganligidan, o'zimiz ichimizda qanaqadir qo'rquvimiz bo'lganidan va bu katta bo'lgandan keyin baribir kimdir hayotida, kimdir farzandida ko'rsatib berganida, har birimiz bolaligimizda qattiq onamiz jazolashdan qo'rqqanmiz va keyin
qanaqadir nevrologik kasalliklar bo'lgan bizda ham. Просто biz o'sha etapni bilar bilmas yashab o'tganmiz. Kimdirdir anonizm bo'lgan, mehr yetishmasligidan, kimdirdir xuddi shunaqa aneurizm bo'lgan, kimdir endopress, kimdir ko'zi qanaqadir moment bo'ladi, 3 oy 4 oy pirpirashni boshlaydi. Ota-onalar bunga e'tibor bermaydi. Keyin unga burni qo'shiladi, keyin unga lav, og'iz bo'shlig'i qo'shiladi, keyin yelkasi qo'shilishni boshlaydi, keyin qo'llamlar qilishni boshlaydi. Bu ham bir tik, bu ham bir nevrologik kasallik, nevroz deyiladi. Tirnog'ini tishlagan bolachalar ham постоянно men qo'rqaman, bosimdaman degani. Ularda ham это nevrologik kasallik уже ishlayaptimi, dag'dag'dag' qaltiraganidan, qo'rquvdan qiladi bu narsani. Bekorga qilmaydi. Xo'p, siz dori qilyapsiz, lecheniya qilyapsiz, lekin qanaqadir foyda bo'lmayapti. Ey xudo, kameralarga joy yo'qolib ketyapti. Nimadir qilish kerak. 9 yosh qizim hamma lecheniya qilingan, gijja ichak, burundagi operatsiya, nervga hamda aneurizm va endopressga qilinishi kerak bo'lgan. Bola lecheniya qilingan 80% yaxshilangan, 20% bor. Uyqusi qattiq edi. Hozircha sal sergak, lekin uyg'otish kerak. Uxlasa uyg'onmaydi mustaqil. Uyda tinch muhit yaratilgan. O'zim ustimda ishlayman. 5 yildan buyon psixologiyaman. Qo'rquvi bor, umuman urishmayman, eslatmayman. Hatto sevib qo'ysam hech nima bo'lmagandek tutaman, o'zimni deb yozibdilar. Hali ham sevib qo'yarkan, 20% bor ekan qizlarda. Xo'p, qo'rquv bilan konkret tushib ishlash kerak. Komodam? Qarang, sizni holatingiz klassni, уже tayyor bo'lib psixologik qo'rquv bilan bular ishlashga. Siz o'zingiz ustingizda ishlayotibsiz, o'shancha qanaqadir siz olgan lecheniyangiz foydasi beradi-da. Siz o'zingizga joy qo'yib yording degan, o'zingni qo'rquvni prarabotka qilyapsan degan. Xo'p, farzandga ham qo'rquvlarni prarabotka qilish usullari bor. Ya'ni farzand bilan art terapiyasi qilishimiz kerak. Sujud koptoklari bilan mashq qilishimiz kerak. Plastilin terapiyalari, kognitiv kovliklar, uni mashqlari bor, neyrogimnastika mashqlari. Именно shu aneurizm uchun berilgan. Aneurizm bilan ishlanadigan darslik etaplari bor, ketma-ketligi bor. Konkretni ishlash kerak. Ilman sizniki bolasi bilan ishlolgan, qo'yib bera olgan, psixikasi joyida odam uchun men har doim aytaman. Darslik to'plami bizda hozir darslik to'plamimiz bor. Kimni puli ko'tarsa qatnab oladi manda, bolasi keladi, har kuni mana xuddi logopedga qatnagandek, xuddi anaqa ingliz tili darsiga borgandek psixolog, neyropsixolog darsligiga qatnaydi. Bola bilan gaplashiladi, qo'rquviga yopiladi, unga imitatsiyalar qilinadi, u bilan ishlanadi, etap unga ko'vriklar, balansirda darslar o'tiladi, sujud koptolar bilan afirmatsiya o'rgatiladi, qadriyati bilan ishlash tushuntiriladi. Katta 9-10 yosh bolachalarga mashq jarayonida o'ziga o'zi uverenlikni oshirish, o'zini kasalda o'ziga yordam berishga o'rgatish etaplar, darsliklari bor. Mana sizni holatingizda hozir darslikni olib, imенно farzandingiz bilan qanaqa ishlash, mana shu qo'rquv bilan konkretni bitta ishlang, bittada to'xtaydi. Ya'ni farzandni o'tkazib, kim bugun sen bilan qo'rquvlaring ustida ishlaymiz deb berilgan darslik to'plamida qo'rquv ishlash darsligini ishlash kerak. Undan oldin unga sensor boksni berib, uni melki motorikasini uyg'otib, o'zini o'zi qabul qilish, manka terapiyalar qilish kerak farzandga. Keyin qo'rquv yopilgandan keyin mana manka terapiyasi qilib, o'zini o'zi qabul qilish qildirilgandan keyin unga affirmatsiyalar ettirib, biz o'zini o'zi qabul qildirish holatini refleks darajasida beramiz. Farzandimiz etapma-etap 20 kundan boshlab 40 kungacha u narsani gubka shimgandek shimib oladi. Va 4 oy davomida, kamida 4 oy davomida uzluksiz ravishda farzandingiz bilan haftasiga 3 marta shug'ullanishni boshlasangiz, uni qo'rquvlari, uni o'ziga bo'lgan ishonchi, maqsadlari, nima xohlashi, fikri ozginagina vaqt ajratib, aneurizm kasalligi davolanadi. Hammani ham sharoit ko'tarmaydi qatnashga, hammani ham sharoit ko'tarmaydi olib kelib bolasini oylab, yillab psixologga qatnashga. O'zingizni, farzandingizni, o'zingiz onasi bo'lib turib, psixologga aylaning. Bu qanchalik klassda, nimaga kerak o'zi unaqa bo'lish? Siz farzandingizni har doim ichini, men ota-onalarga har doim siz nima deb o'ylaydi men haqimda? Ichi qiziq. Gaplashmaydi men bilan, dunyosiga qamalib oladi, fikrlari bilan bo'lishmaydi, o'qimaydi, o'qimaydi. Siz farzandingizga to'g'ri yondashishni bilmaysiz. O'z farzandingizni o'zingiz psixologga aylanadigan bo'lsangiz, bu butun umr sizga darslik bazaviy znaniya bo'ladi. Qanaqadir holat bo'lib, u qo'rqadigan bo'lsa, siz har doim unga aytishingiz mumkin. Sen bugun mana maktabingda qanaqadir holat bo'ldimi? Ham bo'ldi. Nima holat bo'ldi? Masalan, o'qituvchim bugun qaysidir bitta o'quvchini
turg'izib qo'yib hammani oldida izza qildilar yoki nimadir qilmagan edim jamiyatda turg'izib qo'yib mani izza qilishdi. Kel shu haqida o'tirib ishlaymiz a. Kel shu bilan gaplashamiz. Sen menga aytolmaysanmi? Kel bugun bu texnikani qilamiz. Kel vaksinin bilan bu darsni qilamiz. Kel sujuk koptuklar bilan bu mashq qilamiz. Nima aytib kelding? Mikrofoninglarni o'chirib qo'yinglar, iltimos. Xuddi shu nazlda farzandingizni o'zingiz toki normal, adekvatli onasi va psixologiga aylanmagunicha, jamiyatda o'zini o'rnin topagan, o'ziga ishongan, katta bo'lganda qanaqadir siz xohlaganingizdek katta yutuqlarga erishadigan, bitta stolda egasi bo'lib o'tiradigan, kelin bo'lib tushgan joyida ham o'zini o'rniga ega, qo'pol aka normal joyga, o'zini samotsenkasini oshirib normal joyga kelin bo'ladigan qizlarni tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, hozirdan farzandinglar bilan va uni ruhiyati bilan shug'ullanishni boshlashinglar kerak. O'z farzandingizni o'zingiz psixologga aylanmasangiz, chunki befoyda. Menga nechta onalar bor, puli bor, unisi bor, qatnaydi, olib keladi, qatnashadi, lekin qaytib borgandan keyin nega takrorlanadi? Chunki onaning miyasi hali tayyor emas. Onaning miyasi karakani joy tozalanmagan. U hali o'zidagi holatda ishlab tugat bo'lmagandek farzandiga berolmaydi, o'ziga mehr etishmaydi, o'ziga e'tibor etishmaydi, o'zi butun umr jamiyat bilan urushib keladi, butun umr hamma bilan talashib kelgan ona keyin nima qiladi u? U xuddi shu narsani farzandiga beradi. Chiqqanda farzandiga ko'chada mehr e'tibor talashadi, o'qituvchi menga qaramayapti deydi, u menga bee'tibor bo'ladi deydi. Shu etaplari bolangizni xuddi o'zingiz kabi shakllanib boradi. YouTube'ga kommentariyasini qaysidir telefondan o'chirsangiz, kommentariyani ishlatdi, keyin hozir ochib ber. zarafchasi tugayapti bu YouTube. Xo'p, kelinglar savollarga qaytamiz. Kamol opa, sizni holatingizda eng zo'r o'qimayapman-ku. Xo'p. Siz o'qiyapsiz, xo'p, bolaning qo'rquvlari boshqacha ishlanadi. Bolaga psixologik boshqacha yondashiladi. U eng qiyini детский psixologiya. Nega? Chunki mana siz dardingiz bor, psixologga borasiz, aytasiz, menda mana shu muammo bor, bolaligimda u bo'lgan, bu bo'lgan desa, bolacha qo'rqadi bu narsani. Dashi o'zini onasiga ham, otasiga ham aytishga, psixologga kelib vobshe gapirmaydi. Mana bepul konsultatsiyamizda kelgan onachalar hayratlanishyapti. Biz ham makarta qildikda, makartalarni olib chiqib onalarga ko'rsatib tanishdi, bolangiz unaqa dedi, bolangiz unaqa. Shularni o'zi aytdimi? O'zi oldimi? Sizlar qo'yib berdinglarmi? Sizlar anaqa qildinglar o'zi tanlab oldim deyishdi. Yo'q, bolacha o'zini energiyasi bilan qolib, o'zi xuddiki ertak aytgandek gapirishni boshlaydi bu narsani. Nega? U ko'rganini gapiradi. Bir xil holat bo'ladi. Mana va'za singan rasm. Bolacha uni oladi, ba'zi bola va'zani sindirgan deydi. Xo'p, keyin nima bo'lgan? Onasi qattiq urishgan deydi. Xo'p, ona urganmi? Siz urgan deydi. Kalta yegan bola shunaqa nimadir qilib qo'ygan edi. U eslab qoladi va u aytadi. Avvalroq yo'q, hech nima qilmaydi, oyisi bilan supurib olgan deydi. Sog'lom muhitdagi bola yo'q, hech nima qilmaydi, onasi bilan yashtirib olgan yoki onasi unga indamagan. Javobni bola o'zidan kelib chiqadi. Bolani psixologiyasi shunaqa nozik tuzilganki, unga uni ichiga kirish uchun, ong ostiga kirish uchun sekin etap farzandingizni eng yaxshi psixologi siz bo'lasiz. Nega? Farzand o'z onasidan boshqasiga ishonmaydi, ochilib bera olmaydi, ochilmaydi. Agar siz qachonki o'zingiz adekvat ona bo'lib turib, uzr. Stolga qo'yayotganmiz. Hozir birma-bir hammani savoliga javob beraman. Toki siz o'zingiz bolangizga adekvat ona va uni psixolog bo'lar ekansiz, normal jamiyatda o'zini o'rnini topadigan, katta bo'lganda o'ziga o'qish kerak bo'lgani uchun o'qiydigan, o'zini qiziqishlari bilan qiziqadigan, o'ziga uverli insonlarni tarbiya qila olasiz. Xo'p, endi savollarga kelgan bo'lsak, hozir birinchi telegramni o'qiymiz. Mani o'g'lim juda ham erkin, hamma bilan chiqishib ketadi, erkatoy kenja farzand. Xo'p, nima muammo bor farzandingizda unda?
Hop, zo'rama bizni. Qiynaladi. Dudolanish bor, gapirishda qo'rqadi, fikrini aytolmaydi. Xayriniso, dudolagan bolachalar bitta etapi bor, ular juda ham qattiq qo'rqib qolgan bo'lishadi. Qanaqadir holat bo'ladi, chaqmoq chalishidanmi, yomg'ir yog'ishidanmi, bolalikda bitta o'zi xonada qolib ketgan bo'ladi, dudug'lanish, prям bolani ko'zini oldida bo'lgan bam deyiladi. Bam, bola zaykanye bo'lib qoladi. Va menda ko'pchilik so'rayapti, bu kursingiz faqat shu NRS bo'lgan bola uchunmi, tik mana shunaqa dudullangan bolalarga qanaqadir yordam beradi. Bu kurs любой mana bolasi bor oning uchun. Nega? Любой moment bo'ladi farzandingiz bilan. U qanaqadir stress holatiga tushib qolgan bo'lishi mumkin. U bilan gaplasha olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Qo'pol qilib aytganda, gaplashish tili bola bilan. Kurs o'zi qanaqa ishlangan? O'tdi, manga keladigan har xil diagnozga bolachalar bor. Agressorlar bor, SDVG bolalar bor, uning ichida nevrozi bor, tik, ya'ni ko'zi pirpiraygan, dudug'lanadigan bolalar bor. Uning ichida yana NRSi bor, enkaprezi bor, seksual travmasi bor bolachalar keladi. Qanaqadir tazyiqga uchrab qolgan bolachalar keladi. Ota-onasi ajrim protsessida bo'lgan bolachalar keladi. Har xil etap, maktabda o'zini o'rnini topolmagan o'shqa bolachalarni olib kelishadi menga. U bolachalar bilan hozir 10-15 dars shug'ullanadigan bo'lsak, hamma shu bola bilan shug'ullanadigan mashg'ulotimni darslik to'plami qilganmanmi? Ya'ni masalan, siz bolangiz dudug'lanadigan bo'lsa, siz mashg'ulot to'plamini olganingizdan keyin men sizga yo'nalish beraman. Ya'ni siz uni ko'proq mashqiga qo'llari, oyog'ini tegi, iyaklari, tillari, tapping nuqtalari bilan ishlashingizga fokusingizni qarating deyman. Ya'ni qo'rqoq, mana NRSda qo'rquv bo'lsa, unga ko'proq art terapiyasi, manka terapiyasi, sujjo qopto'klar bilan affirmatsiyalar etish yordam beradigan bo'lsa, dug'lanadigan bolalarga biz ko'proq uni nervini bo'shatishga, tiki bor bolachalarga xuddi shunaqa har xil bunaqa sujjo qopto'chalar bilan bunaqa o'zini spesial gimnastik mashq qilgan qopto'chalari bo'ladi. Shunaqa sujjo qopto'lar bilan har xil mashqlar qilib, farzandingizni kerakli nuqtalariga bosib, kerakli joylarini boshlab, nervlarni bo'shatishni o'rganasizlar. U uy sharoitida oddiygina yarim soat, 1 soat farzandingiz bilan qut qilib o'tirib qilinadigan mashg'ulotlar. Ko'pchilik kechagi efirdan keyin so'rabdi, men shu mashg'ulotni to'plamini yozib olganimdan keyin, men bolam bilan onlayn shug'ullanamanmi, offlayn shug'ullanamanmi? Yo'q, onlayn, offlayn meni shug'ullanishim bu meni individual konsultatsiya, mani u vaqtim, u juda katta summa turadi. Ko'pchilik ko'tarmaganidan, viloyatdan qatnamaganidan yoki hammani ham sharoit ko'tarmaganda biz spesial darslik to'plamni kelib beramiz shu materialni. Onalar o'zi shug'ullansin bolasi bilan, bolasiga yaqinlashadi, bolasining ichki dunyosini ochishni o'rganadi. Uzluksiz ravishda qilgandan keyin mashg'ulotlarni natija bo'ladi. Chunki menga kelib ketgan bola ham 1 oy kelib ketgandan keyin 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin yana takrorlanib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatda telefon qilishgan nima aytaman, bu terapiyasini, u terapiyasini qilsin, biladi-ku, men o'rgatganman. 16 yosh, 15 yosh bolachalar o'zi qila oladi. Darslik to'plamini mana 14-15 yosh bolachalar o'zi o'tirib bemalol qila oladi. Lekin ba'zi boshlanishida 1 hafta, 2 hafta farzandingiz tepasida turib, o'zingiz qildirishingiz kerak. Nega? Chunki bu mas'uliyat. Bu farzand o'yin qaro payti hozir. Unga siz mas'ulsiz. Mana dori olganingizdan keyin dorini ichdi farzandingiz qo'liga berib qo'ymaysiz-ku. U toki 20 ga 30 ga chiqib, qanaqadir tishi og'rib, boshi og'rib, tabletka olib ichishni o'rganmagunicha 15-16 yoshli bola o'zini lecheniya o'zi qilmaydi hech qachon. Ba'zi berasiz, dorini ichib, mana shu vaqtda shu dorini ichish kerak edi. NRS, enkaprez, hamma shu tip nevroz agressiyasi bor bolachalarni onalari haftada hecham 3 kungina farzandi bilan shug'ullanishga yarim soat, 1 soatdan vaqt ajratib, shu darslik to'plamini olib, uyda bolasi bilan shug'ullanish kerak. Mana o'zi NRS, enkaprezni yechimi, shu nevrotik agressiyaning yechimi shu. Nega bola o'zi agressiv bo'ladi? Nega u tik bo'lib qoladi? NRS bo'ladi. Birinchidan mehr yetishmasligidan, to'g'rimi? Himoya his qilmasligidan, onasiga ochila olmasligidan, qo'rquvlarni hal qila olmasligidan. Mana sizga darslik bor. Siz bilasiz, farzandingizni hozir o'tkazib qo'yib, qanaqa savol berib, nimalar deb, uni sekin aylantirib, unga zarar bermagan holatda yoz, men o'qimayman, men qaramayman, bunaqa qil, endi bu etapini qil, endi u etapini qilib, qanaqadir siz farzandingiz bilan yaqinlashasiz. U sizni iliqligingiz, issiqligingizni his qiladi. Siz o'zida xavfsiz muhit biopoliyasini sozdavать qiladi. Endi xavfsiz muhit degani bu sog'lom immunitet, bu yashashga ishtiyoq degani. U o'zi shundoq ham sizdan sog'lom muhit, sog'lom energiya olganidan keyin bola u injiqlik qilib, kasal bo'lib, yig'lab, dodlab
kuch olishga, o'ziga e'tibor qaratishga harakat qilmaydi. Siz farzandingizni hozir enurizmni davolatmasangiz bilasizmi nima bo'ladi? Kelajakda o'ziga ishonmagan va hech hamda недовольный, to eri bilan, to qaynonasi bilan, to u bilan chiqisha olmagan bolachaga aylanadi. Eng dahshatlisi hayotida qanaqadir vaziyat bo'lsa, yana takrorlanib qoladi. Keyin vahima kasalligiga aylanadi. Vahima kasalligiga aylangandan keyin aytmoqman, bu imенно shu qo'pol ketgan jinnixonada kasali. Borib demensiya holatini ko'zing ko'rinishi narsa boshlaydi. Bir xil o'zinglar masalan qaynonanglar yoshi katta ayollarni ham bilasiz, nafasim siqib ketyapti, davleniyam oshib ketyapti, bo'g'ilib ketyapman. Yo'q narsadan. Siz uni tushunmaysizlar, hayron bo'lasiz. Voy, artistlik qilyaptilarmi deysizlar, yo'q, nimadir holat bo'lyaptimi bo'ladi deysizlar. Yo'q, bu ayol bilan bolaligi qo'rqqan nimadandir. Постоянно qo'rquvda yashab ketgan. Endi hozir unga qo'rquv beradigan otasi ham yo'q, onasi ham yo'q, eri ham o'lib ketgan. Lekin ichida shu qo'rquv qolib ketgan. U boshqacha bo'lishni bilmaydi, boshqacha yashashni bilmaydi. Sizga ham, sizning farzandingizga ham shu qo'rquv bosimni beradi. Katta bo'lgandan keyin bu ustum yig'ilib oxiri bitta kasallikka olib keladi. Oddiy masalan sistit, oddiy bir eroziya, polip kasalligi ham masalan erkakni qabul qila olmaslik, erkakka nafrat bo'lsa, enoriz kasalligidagi holat bu u o'zini o'zi qabul qila olmasligi va qattiq qo'rquv bo'ladi. Tik bilan duduqlanadigan bolachalar konkretni mana ko'zini oldida xuddi salit portlagan bitta qo'rqinchli voqea bo'ldi degan. Bu nimadan bo'ldi, qanaqa bo'ldi, siz bilmaysiz. Kichkina chaqaloqligida bo'lgan bo'lishi mumkin, yiqitib qo'ygan bo'lishingiz mumkin, miyada sudirishda nuqta ushlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Siz o'shaning uchun aytaman, oldin bolani diagnostika qildirasiz, doktorga olib borasiz, davolatasiz, parallel ravishda mashqlarni qildirasiz va konkret yondarsiz shu narsaga 40 kundan 4 oygacha qoldirmasdan mashqlarni haftada 3 marta, 4 marta farzandingiz bilan o'tirib shug'ullanishni boshlasangiz, o'sha 1 oyga qolmasa ham natijasini ko'rasiz. Chunki menda keladigan bolachalar 1 oy, 2 oy davomida qatnashadi, bir marta ham enoriz bo'lishmaydi. O'sha 3-4 darsdan keyin o'sha natijani ko'rishadi. Chunki bola xavfsiz himoya, unga qilayotgan psixologik terapiyalarni kuchini biladi, his qiladi. Tugagandan keyin 1 oy, 2 oy xuddi siz aytganingizdek dori ichib nervotolog tuzatuvda yaxshi bo'ldi, lekin keyin takrorlanib qoldi degan holatingiz farzandingizda xuddi shunaqa yana takrorlanadi. Siz o'zingizni farzandingizni siz agar hozir o'zingizni farzandingizni davolatmaydigan bo'lsangiz, kelajakda bir oilaning egasi, boshlig'i bo'la olmaydi, o'g'il bola bo'lsa, bir jamiyatga borib o'zini o'rnini topib keta olmaydi. Bir borib stollar egasi, rahbari bo'la olmaydi. O'zi xohlagan o'qishni borib tanlab o'qib, o'zi kim bo'lishini bila olmaydi. 16-17 yoshga kelganida u aytadiki, o'zi kim bo'lishimni ham bilmayman, nima xohlashimni ham bilmayman, hech nimaga qiziqmayman. Bemaqsad farzandga aylanadi. Nega? Bola yetarlicha o'zida ishonch his qilmaydi, o'ziga ishonmaydi, o'zidan uyaladi, tashqi ko'rinishni qabul qila olmaydi. Jamiyat o'zini o'rtog'ini, joyini, uni yaxshi ko'rish mumkinligini qabul qila olmaydi. Bundoq qaraydigan bo'lsak, hozir mana sizga aytamiz, bizning uyda deysiz, qaynonam bor, erim bor, qo'rqaman, bir eshikdan tashqariga chiqa olmayman, u qila olmayman, bu qila olmayman. Yoki men ishlarimni qilib qo'ymasam, mana qaynonam urishadi, erim urishadi, onam urishadi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Mana o'ziga ishonmagan bolacha har doim, har joyda qo'rquv his qiladi. Uni qaynonasi urishmasa ham, u miyasida qaynonasi bilan urishaveradi. Hozir men bilan urishadi, hozir meni qo'rqitishadi. Xuddi shunaqa tasavvur qiling, 30 yil shu boqimada, shu kasallikda yashaydi farzandingiz. Bir holat bo'lishi mumkin, hozir mana shu qilib ketishi mumkin. Samolyotda uchadi, hozir samolyot bir balo bo'lib qolishi mumkin. Postoyanno qo'rquvda tavakkal qila olmaydi, qo'yib yubora olmaydi, bitta biznes boshla olmaydi, bitta ishni eplab boshqarib keta olmaydi. Bitta ishni boshlasa ham yoki u ishi o'xshamay qolsa, qanaqadir jarayonlarga tushib qolsa, 30-40 yoshda erkaklarda ko'p uchragan holat, qanaqa biznesda kelishmovchilik bo'lib qolsa, biznesi qulab ketadigan bo'lsa, ular borishadi, pop etib mana 3 oy, 4 oy uyda yotishadi, depressiya, uyquga kirib ketadi. Bo'ldi, men sindim deydi, qaytib turib o'zini oyoqqa qo'ya olmaydi. Hozir siz farzandingizni o'ziga bo'lgan ishonchi, qo'rquv
qo'rquvlari, unga kerakli bo'lgan orzu maqsadlarni to'g'ri qo'yib yo'nalishda davom etishni o'rgatmasangiz, kelajakda bitta ish eplamaydigan, bitta oilani boqolmaydigan, bitta oiladagi farzandni sog'lom tarbiyalay olmaydigan ayol erkakka aylanadi. Hozirdan siz farzandingizni bilimiga, ilmiga, uni ruhiyatiga sarmoya qilishni boshlashingiz kerak. Siz olib berayotgan o'sha kiyimlar, siz olib berayotgan o'yinchoqlar ishoning unutilib ketadi, lekin bolalaringiz siz bilan yashagan emotsiyalarini eslab qoladi. U siz bilan yashab o'tgan sog'lom o'tkazgan vaqtini eslab qoladi. Siz bilan birga o'tlagan she'rni, siz bilan yodlagan birga qilgan darsini eslaydi. Mana onam deydi, ishi ko'p bo'lsa ham deydi katta bo'lganda, yoki qaynotasidan ortib bo'lsa ham menga haftada 3 martagina bir soatdan vaqt ajratardi. Mana o'zim onam bilan vaqti bo'lgan deydi. Ertaga katta bo'lganda ular ham xuddi sizga o'xshab o'z farzandlariga e'tiborli bo'ladi. Savollarni o'qib o'tdim. Hozir savollarga javob berishni boshimga YouTube savol juda ham yonib ketdi. Necha yoshdan NRS hisoblanadi? O'g'lim 3,5 yosh, ba'zida setmaydi, ko'p so'yib ko'p ichsa, ba'zi tungi uyg'onib qaytadi. NRS o'zi 5 yoshdan diagnoz qo'yiladi, neyropatologlarda ham, lekin masalan 3 yosh, 4 yoshli bolachada kuzatilayotgan bo'lsa, hozirdan e'tiborli bo'lishingizga harakat qilinglar. Uyg'onmayaptimi? Sekin-sekin uyg'otib, qo'rqitib yubormasdan yaxshi gapirib, uyg'otib, bolani to'sib refleksiyasini uyg'otinglar. Kuchi yetmayaptimi? So'raylik. Nimadan qo'rqasan? Nega bormayapsan? Nima bo'lyapti? Uyg'onib, bolani hozirdan kuzatishni boshlaylik. Chunki mana biz aytamiz 5 yoshdan keyin deganimiz bilan fanda, lekin o'zi asli shu o'zini belgisini 3 yosh 4 yoshdan ko'rsatib qo'yadi bola. Bir xil bola adaptatsion periodi bo'ladi. Har xil u 3 oydan 6 oygacha bo'ladi. Pampers chiqish davri deymiz biz, gashok o'rganish davri deymiz. Tashokka ulgurmay qoldi. Bir xil holatlar bilan yetib kela olmay qoldi. Bir xil holat bilan ucholmay qoldi. Bir xil holatlar bilan ko'p suv ichib qo'ydi, sovuqsirab qolgan, shamollagan, ismasi chiqqan payt, kasal payti, u momentlarni iskulichis qilamiz. Lekin siz 3 yosh 4 yosh bolangizni hozirdan unga to'g'ri tarbiya berib, to'g'ri yo'nalishni, u bilan qanaqa to'g'ri gaplashish kerakligini o'rganib, unga направление to'g'ri berishingiz kerak. Kuzating, ko'payib ketmasa Nureza. Bittasi yozibdilar, ustozjonim, mani farzandimni universitetga o'qitishdi. O'zini qabul qila olmaslik bo'ladi yo'lchim. Kimdir pishillab o'qitishdi. Qolishdi. Kimdir yozibdi, mani o'g'lim qiz bolaga o'xshash qiliqlarni qiladi deb. Bu ham konkret psixologik ishlash kerak. Juda bo'lgan holat, juda ko'p kuzatganman bu narsani. Nega? Qaysi farzandda bunaqa bo'ladi? Ayniqsa qiz bola kutilgan o'g'il bola farzandlarda bo'ladi o'sha narsa. O'zimni olib qarasak, o'g'il bola kutilgan qiz bola farzandida ham, podrost paytiga qarasangiz, shim kiygan, o'g'il bola futbolka kiygan, o'rtoqlari o'g'il bola, bunaqa bo'ladi. Mana qiz bolacha qiladigan o'g'il bolalar bilan konkretni psixologik ishlash kerak. O'zini qabul qilish, ular jinsini qabul qilish o'zini. Что ты o'g'il bo'lasan, bu klassni, sen himoyachisan, vatan himoyachisan, oila himoyachisan, qara, abi qanaqa kuchlilar, sen tezda qanaqa kuchli bo'lasan. Ko'proq ularga motivatsion narsalar berib, farzand bilan hozir psixologik shug'ullanasiz, o'tib ketadi. Lekin katta bo'lgandan keyin ishonib bu dahshatli oqibatlarga olib keladi. Menga juda ko'p mana shu pedofilstvo bilan, geylik bilan, lesbiyankalik bilan kelgan momoyisi bor, qizlar bor, bolalar bor, o'g'il bolalar bor. O'zi tegi bolasini ota-onasidan surishtirgan bo'lsa, o'g'il kutganman, qiz kutganman, u qilganman, u perital davr psixologiyasi bor. Ona qornidagi psixologiya. Qachonki sen farzanding jinsi boshqa, lekin sen o'tirib kutaverasan, xudodan so'raverasan, qiz bo'lib qolsin, o'g'il bo'lib qolsin deb o'tiraverasan. Bunda shunaqa ruh, shunaqa aura hosil bo'ladi bolachada. Men o'g'il bolaman deb o'ylaydi, men qiz bolaman deb o'ylaydi. Siz bilmaysiz, homilador onani homila ko'tarish jarayoni qanchalik bolani miya tuzilishiga, uni kelajagiga ta'sir qilish dinimizdan bekorga aytilmagan. So'rasan, mana homila 12 haftalik bo'lgunicha qandalikda butun taqdirini so'ragin deb bekorga aytilmagan. Chunki mana homiladorlik vaqti juda bir mo'jizaviy jarayon hisoblanadi. Siz bilmaysiz farzandingizni kim bo'lishini, qanaqa tug'ilishini, kelajakda kim bo'lishini. U bir shunaqa narsaki, bu sir deyiladi. O'zi mana Rumiyda bir gapi bor, farzand shunaqa bir sirki, Allohimning bir siri. Sen hech qachon bilmaysan, u kim bo'lishini, qanaqa bo'lishini, qachon tug'ilishini, kim bo'lib tug'ilishini. Chunki bu mana siz hozir bolangizni ekonomist qilib o'qitayotgan bo'lishingiz mumkin, medik qilmoqchi bo'lishingiz mumkin. No ne fakt, что u bitkazgandan keyin medik bo'ladi. U kelajakda kim bo'lishi ne fakt. Qancha ko'chada bunday kuzatasizlar, bilasizmi? Westminsterda o'qigan, qatlarda urib bitkazgan, ikkita diplomi bor insonlar taraqib yurganini, men даже shunaqa taksida yurganimda ko'p
o'zimga qiziq bo'lgan kasb kasalligida endi gaplashasiz inson bilan. Kim bu kiskiga mana taksi olib ketyapti. Man deyapti, narxoz bitqizganman deyapti. Magistraturasini ham o'qiganman. Keyin moliyani ham o'qitdilar adam deyapti. Chunki o'zlari katta povur kishi bo'lgan adasi, bolasi shu povur bo'lmasin, qozon tepasida bo'lmasin, yaxshi joyda ishlasin, yaxshi pul topsin deb shu kishi topgan pulini farzandiga tikkan. Lekin u bola, hozir bilasizmi kim? U novvoy ekan. U frantsuzskiy pekarnida man novvoyman, ishonasizmi doktor? To'g'ri, man qanaqadir davlat amaldori emasman, bankda ishlamayapman, nimadir qilmayapman, diplomlarim turibdi uyda. Lekin baribir kasbda man o'tgan ota meros o'tgan, man yaxshi ko'rardim shu ishni. Man shunaqa novvoy bo'laman yoki man shunaqa povur bo'laman desam, adam meni cheklardi. Man bir umr shu kasbni qildim. Sen nima qilasan unaqa bo'lib? Masala uchun sen o'qigin deb hozir ishlayapman. Hozir o'qib o'qitdilar. Ishladim 6 oy, 7 oy. Hali o'tda ishlab ko'rdim. O'zim o'rnim topmadim. Keyin bordim bitta joyga shogirdlikka tushdim. Povurlar asosida o'qidim, diplomim oldim, bordim. Hozir bitta frantsuzskiy pekarnida pekelman. Hech kim meni almashtirmaydi. Boshlig'im kerak bo'lsa premiya beradi shu pekarniga borib ishlab berishim uchun. To'g'ri, dahshatli adam aytganlaridagi davlat amaldori bo'lmadim, bankir bo'lmadim, bitta bank xo'jayini bo'lmadim. Lekin men baxtliman o'zimni mana shu pekarniyamdan, o'zimni novvoyligimdan deyapti. Shu bolaga, nabarot, bolaligida ko'proq sarmoyani shu povurlik tikilgan deb restoran qilib berilganda, restoran xo'jayini povur bo'lib, shef bo'lib yurilardi. Farzandni o'rganib, nimaga qiziqishiga qarab yo'lantirish kerak. Hech qachon farzandlaringizga o'zingizda ro'yob bo'lmagan orzularni amalga oshirishga obyekt qilib qaramanglar. Siz bolangizda velosipedingiz bo'lmagani uchun bolaga velosiped olib berish shart emas, so'rash kerak. Unga o'zi velosiped kerakmi? Yo, pianino yaxshi ko'radim. Pianino chalgisi keladi, dutor chalgisi keladimi? Yo, borib kurash tushgisi keladi, so'rash kerak. Har bir farzand individual, unga o'ziga bo'lgan yondashuv qilish kerak. Agar siz hozir mana farzandingizni o'z psixolog onasiga aylanadigan bo'lsangiz, bilasizmi, qanaqa klassni bu dunyoda nechta xursand bolalar paydo bo'ladi, bilasizmi? O'zini topgan bolalar paydo bo'ladi. Siz farzandni shunaqa tarbiyaladingizmi? Bilingki, undan keyingi tug'ilgan farzandlar, undan keyin quriladigan oilalar qanaqa mustahkam bo'ladi, qanaqa xursandchilikga to'la oilalar bo'ladi. Xo'p, mayli bolalaringiz sizga mehr berishmabdi, e'tibor berishmabdi, siz hech kim so'ramabdi, siz qo'rquvlaringiz hech kim hisobga olmabdi, siz hech kim eshitmabdi kim bo'lishingiz kerakligini, kimga yetishingiz kerakligini. Xo'p, shu возможностьni hozir to'g'rilab kimdir zanjirni uzish kerak. Siz bering farzandingizga. Hozir siz o'z farzandingizni psixolog onasiga aylaning, shug'ullaning. Shu farzand bilan shu telefonda 1 soat Instagramda ham vaqtingizni o'tkazasiz baribir. Shu kimdir bilan telefonda g'iybat qilasiz, kimdir yomonlab o'tirasiz. Shu vaqtingizni qizg'aning, shuni ozgina farzandingizga tiking, sog'lom onaga aylaning va bu farzandingizga sog'lom mehr berishni o'rganing va sog'lom avlod tarbiyalang. Kelajakda siz xohlaganingizdek butun tog'larni zabt etilgan farzandlarga aylanishadi, o'ziga ishongan, любой momentda, любой joydan, любой noldan ish boshlab keta oladigan, o'rnidan turib keta oladigan, hayotda qanaqadir jarayonlar bo'lganda qo'rqib, eridan qo'rqib yig'lab o'tirmaydigan, uni kaltagiga, qanaqadir boshqa qo'shxotinni olib kelsa, shartta borib qo'rqmasdan ajrashib keta oladigan, o'zini bolasini boqib oladigan, o'zini bolasiga adekvat ona bo'lib qara oladigan onalarni tarbiyalash uchun hozir siz kirishishingiz kerak. Farzandingizga mehr, sog'lom psixikani rivojlantirish uchun ular bilan sog'lom vaqt o'tkazishni o'rganishingiz kerak. Bu sizni farzandingiz uchun, kelajak uchun sarmoya, ta'minlaydi. Bola sizni kasalmi, enurezmi, enkaprezmi, tiki bormi, nevrozmi, agressivmi, u yoki sog'lom bolachami? Lekin u bolachani hayotida hamma narsa bo'ladi. U bola o'zini hayotidagi qo'rquvlari bilan, u bola hayotidagi yiqilishlari bilan, u yiqilgandagi qanaqa turish etaplari bo'lishi bilan uni tanishtirishni o'rganish kerak. Har doim mana farzandimga uyqu beraman, joy qilib beraman, o'qib beraman, buni olib beraman, u aytgan o'yinchog'ini olib beraman, bu aytgan bolaligini qilaman, aytgan parkiga olib boraman, aytgan ovqatini zakaz qilib beraman, aytgan ovqatini oldiga pishirib beraman, kiyimini taxlab qo'yaman, shu repetitorga olib boraman, ingliz tili bilan shug'ullanaman, dutor bilan shug'ul. Bu har doim to'g'ri mehr degani emas.
oldin bolaga sog'lom muhit, sog'lom ona bo'lib, unga nima kerakligini analiz qilishni o'rganish kerak. Ya'ni o'zi sizni farzandingiz kelajakda kim bo'lmoqchi, qanaqa bo'lmoqchi, nima maqsadni qo'yyapti. Bu bizani darsligimizda siz o'z farzandingizni tilini topib, u bilan shug'ullanib, hayotda qanaqa qo'rquvli vaziyatda bo'lgan bo'lsa, bo'lib o'tgan bo'lsa yoki bo'layotgan bo'lsa, uni qanaqa yengib o'tishni o'rgatib, uni ruhiyatiga yordam beradigan jarayon darsligini olasiz. U darslikni olganingizdan keyin men siz bilan bolangiz bilan qanaqa individual ishlashni faqat o'sha qaysi tarifimizda berilgan, men o'zimni kuratorlik, ya'ni men o'zim shu VIP tarifini sotib olgan insonlarda kuratorman, ya'ni siz farzandingizga qanaqa jarayonlar borligini aytasiz, nimaga upor berishingizni qarab ishlaymiz. Premiumda kuratorlar bo'ladi. Standartda kurator bormi? Standartda yo'q. Premium bilan bitta. Xo'p, hozir bizani darsligimizni to'plami chiqarilgan 10 ta darslik to'plami standart tarifida o'tda siz bolalaringiz bilan o'quv как material qilib sotib olasiz. Ya'ni o'tda faqat sizga darslik beriladi, darslikka olasiz. O'tda art terapiyalari, shu sujud qoptoli, kognitiv ko'rik bilan ishlash, bolaning tapil nuqtalari, plastilin terapiyalari, izdivojli bolalarni analiz qilish, nevroz, tik, agressiya, enureziya, enkopreziya farqlash, bolani diagnostika qilish yo'llari darsi 10 dars beriladi. Faqat darslik beriladi. O'tda kurator yo'q, nazorat yo'q. O'tda kurator yo'q, nazorat yo'q. Jonli darslar bormi? Bu faqat mustaqil o'zi samostoятельно o'rganmoqchi bo'lganlar uchun standart tarifi. Premium tarifi уже kurator kerak. Siz qo'shimcha darsda o'tirib premium tarifida, darsligimizni premium tarifida sizda kurator bo'ladi. O'zim shogirdlarim, malakali qizlar, bolalar bilan ishlagan kurator bo'ladi. Sizlar savollarga javob berib turishadi. Ya'ni ular mana sizda holat bo'lyapti. Masalan, kurs sotib olgansiz, sizni bolangiz nevroz, qanaqa unga qaysi darsni qancha qildirishingiz kerak, qanaqa yondashishingiz kerak, qaysi payt nevrotik holat ko'tarilib ketadi, qaysi payt tushyapti, shuni diagnostika, analiz qilishingizni o'rgatishadi. Bolangizni kuzatish, u bilan gaplashish, to'g'ri suhbat olishish, u bilan shug'ullanish vaqtlarini to'g'ri qo'yib olish, shular haqida sizga ma'lumot berishadi. Sizni VIP tarifida esa kuratoringiz men bo'laman. Ya'ni bolangizga individual qanaqa podxod qilishingiz kerakligini, u bilan qanaqa yondashishingiz kerakligini, unga qanaqa darslarni terib olishingiz kerak, qaysi darsdan necha marta haftasiga nechta shug'ullanishingiz kerakligini terib olishingizda men yordam beraman. Lekin VIP birga birda VIP tarifida men to'g'rimi-to'g'ri shunaqa o'tirib individual ravishda farzandim bilan birga shug'ullanaman degan narsa yo'q. Chunki kechagi e'lonimizdan so'ng ko'pchilik so'rabdiki, men hozir bu kurs sotib olsam, meni farzandlarim bilan onlayn shug'ullanaman, offlayn debdi. Meni shug'ullanishim bu konsultatsiya deyiladi. Konsultatsiya ham bor, unga faqat yozilib, to'lov qilib kelish kerak. Uni administratsiyaga bog'lanasizlar. Ko'pchilikning sharoitiga ko'tarmaydi uni, qatnab, o'zbekistonda ravishda qatnab, olib, terapiya qilish. O'shaning uchun shu darslikka olasiz, farzandingiz bilan o'zingiz shug'ullanasiz. Kamida 40 kundan 4 oygacha va любой muammosini hal qiladigan onaga aylanasiz. Ya'ni psixologik o'z farzandingizga yordam beradigan onaga aylanasiz. Xo'p. Kelinglar. Farzandingizni o'zini qabul qilmaslik bor. Даже shunaqa holatlar bor. Ortiqcha vazirli qizlar ko'p olib kelishadi. Konsultatsiyaga o'zini qabul qila olmasligidan, jamiyat bilan kelishmayotganidan, bitta ikkita konsultatsiyamizdanki, ular cho'tki hammasi joyiga tushib ketib, oyiga bir 5 kilo, 6 kilo vес tashlayapti. Endokrinolog unaqa dedi, maqtadi, qizim zo'r holati, rahmat, zo'r o'tsa bilan aytishgan. Farzandingiz bilan psixologik ishlashni boshlasangiz, vazni ham kamayishni boshlaydi. Oddiy bizani kattalar ham konsultatsiya qilamiz, bizani ko'rish terapiyamizga kelib, bizdan terapiyalar olayotgan ayollarda даже o'sha paytda men sezaman, ularda atyoq ketadi, vazn yo'qotish bo'ladi. U chiroyli qomatli, chiroyli yuzligi nurli bo'lib, adekvat ayolga aylanishadi. Farzandlaringizga xuddi shunaqa mashqlarni olib qildirishni boshlasangiz, o'ziga bo'lgan ishonch, o'zini vaznini qabul qilish, sog'lom vaznga ketishga to'g'ri motivatsiyalar qo'yib, u bilan affirmatsiyalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, qo'lidagi nuqtalarni to'g'ri bosib, to'g'ri sujud qoptoq bilan mashq qilish o'rgansangiz, tez orada farzandingiz o'zini vaznini sekin-sekin o'zi xohlagan holatda motivatsion ravishda yo'qotishni ham boshlaydi. O'ziga bo'lgan ishonchi ortgandan keyin hamma nevrologik kasalliklarga yechim bo'ladi. Dars yozibdilar, men o'qiyman, qiynalib ketdim, bolamni tushunmayapman, asablarim tomon bo'ldi deb. Endi o'qiysiz, qaysi nima uchun? Siz hozir o'zingiz uchun o'qiyapsiz, farzandni ham tuqqansiz o'zingiz uchun.
balansini olish kerak. Ya'ni farzandga ajratilgan sog'lom vaqt bo'lishi kerak. O'zingizni uy o'qiyapman, ham uy o'qishim kerak, uy ishlari, erga bo'lgan xizmatimiz, farzandimiz, o'g'limiz, bunimiz, duboy ayolni 3 oyda chochib yuboradi. Ya'ni siz ham ishlasangiz, ham o'qisangiz, bolalaringiz bo'lsa, eringiz bo'lsa, qayni-qaytani xizmati bo'lsa, 3 oyda уже to'kilasiz. Ishoning, shu etapda yashab o'tgan bittasi manman. Menga oxiri aytishgan bilasizmi ishga? Yo yomon kelin bo'lasan ishga, yo yomon ona bo'lasan, bittasini tanlab ishga. Men shu yomon kelinlikni tanlab qo'ya qolganman. Mayli, inson nima desa, men sog'lom ona bo'lishim kerak. Sog'lom ona bo'lishim uchun normal bilan uxlashim kerak kechqurun. Men uxlamasdan kechasi chiqib chiqardim. Shu yashaganman mana shu period, 1 yil, 2 yil shunaqa periodda yashaganman. Uxlamasdan dars qilardim. Kechasi uxlamasdan qaysidir ishimni qilardim. Bir emas 3 ta bolam bo'lgan, ketma-ket bo'lgan. Mening institutim bo'lgan, topshirilgan kurslarim bo'lgan, yozilgan sessiyalarim bo'lgan, urustiga uy yumushi bo'lgan, katta oilani kelini bo'lganman men ham. Yo yomondan tanlash kerak, yo yomon kelin bo'lish kerak. Agar siz jamiyatda hammaga o'zingiz yaxshiligingizni isbotlamoqchi bo'lsangiz, bo'ldi, bolangizning kelajagi uxladi. Siz uchun yomon onasiz. Chunki sizni resursingiz yo'q. Sizni kuchingiz yetmaydi farzandga tarbiya berishga, u bilan shug'ullanishga. Nervozlik o'zingizda boshlangandan keyin pap bolani urasiz, silg'oq qilasiz, qo'rqoq qilasiz, kasal qilasiz. U darcha o'qimagan onalarda ham xuddi shunaqa. Siz qachon ko'rdingiz sizdan rozi bo'lishni shu xizmat qilganingizni? Siz xizmatni o'zingiz uchun qilishingiz kerak. Ya'ni mana shu chiroyli tursa, sizni kayfiyatingiz ko'tarilsa qilishingiz kerak. Bugun charchadingizmi? Xo'p, bugun dam oling, ertaga qiling. Qachonki siz qilgingiz kelganda qiling. Hech qaysi ayol yotmaydi-ku. Botib 1-2 oylab, 3 oylab turadi. Bari turib qilasiz-ku yordamchingiz bo'lmagandan keyin. Yoki ishlaydigan bo'lsangiz, oling, chaqiring yordamchi. Joyingizdan aylansin. Siz ishdan pul topasiz shu yoqqa. Yoki eringizni topish tutishi yaxshi bo'lsa, qanaqadir haftada 1 hafta 2 marta cleaning chaqiringlar. Ozgina o'zingizga ruxsat beringlar. Erkinroq bo'linglar. Nega? Sizni sog'lom ruhiyatingiz qo'pol qilib aytganda shu erga ham ta'sir qiladi, farzandingizga ham ta'sir qiladi. Tasavvur qiling, siz uyda qanaqadir ishni qilib, xuddi generalni uborka qilib qildingiz, kun bilan charchadingiz. Endi uni erkak kelyapti, kechqurun sizdan intim xohlayapti. Unga uy kerak emas tozaligi. Unga kulib turgan chiroyli xotin kerak. U ham ishlab pul topib, sizga pul bergandan keyin talab qilishda haqingizdan chiroyli kuting deydi. Siz aytmayapsizlar, charchadim, san nimadan uy ishlari bilan charchadim deysiz. Senga uy ishi qilgin dedimmi? Chiroyli kutib nimaga qilshayyapsan dedi. Nima yoqmayapti? Nimaga bujmayib olgansan dedi. Biz buni qayntani xizmatini qilib charchaymiz, bolamizga bo'kiramiz, chaqiramiz, o'zimizni ertalab kunduz kuni yaxshi ayol, yaxshi beka, yaxshi kimdir ko'rsatishga harakat qilamiz, keyin kechqurunga kelganda piqqada o'chib qolamiz, charchaymiz. Bor agressiyamizni uxlatayotganda yo shu bolamizga ko'rsatamiz, yo er bilan jang qilishga kiritamiz. Bu mana o'zimizdagi buzilgan nosog'lom psixikani oqibati bu. Agar siz hozir o'zingiz shu narsani his qilishni boshlamasangiz, ertaga o'zingizga o'xshagan nosog'lom qizlarni, nosog'lom o'g'illarni tarbiyalashni boshlaysiz. Bittasi yozibdilar, 9 yoshli qizim bor. Juda asabiy bo'lib qolgan, nima qilsam bo'ladi yozibdilar. 9 yosh? Aha. Nimadan asabiy bo'lyapti? Shuncha do'stlik qilish kerak. Ukasi bilan kelishmayapti, akasi bilan kelishmayapti, maktabda yoqmayaptimi? Bitta sizga asabiy deganingiz bilan bitta bil bo'lmaydi. Bola bilan gaplashish kerak, shug'ullanish kerak, so'rash kerak. Qaysi savol? Savollar YouTube'dachi? Tushib ketib qoldi. Qaytadan yozinglar, men butun YouTube'dagi savollarga javob berib. Tak, hop, ko'pchilik kurs haqida ma'lumot so'rashni boshlashdi. Xo'p, qizlar, kursimizning 3 ta tarifi bor. Standart, premium, VIP, hammasida 10 ta darslik bo'ladi. 10 ta darslikdan tashqari biz premium tarifiga boramiz. Rahmat, qolsin. Xo'p, bu standart tarifi. Bunda shu 10 ta biz beradigan bolani diagnostika qilishni o'rgatamiz. Birinchi dars, ikkinchi dars NRS sabablari, uchinchi dars NKPRS sabablari, tik sabablari, nevroz sabablari, SDV, giperaktiv hamma shularning sababini o'rganish, diagnostikada o'rgatamiz va 6 ta bizani terapiya darsimiz yozilgan. Ya'ni bolaga art terapiyasi, sujud qoptoqlar bilan mashq qilish, tapping nuqtalari, kognitiv kognitiv mantiq terapiyalari, shularni farzandingiz bilan ishlashi, bolani massaj qilib nervotik holatidan bo'shatishi o'rgatilgan 10 ta darslik to'plami bor. Undan 4 tasi leksiya, 6 tasi amaliy mashg'ulot bo'ladi. Bu standart tarifiga faqat darslik beriladi. Unda qayta aloqa mavjud emas. Uni narxi 2 million 900.
Xo'p, keyingi premium tarifi, bunda biz xuddi shu 10 ta darslik beramiz. Ya'ni siz 4 ta leksiyangiz bo'ladi, bu video darslik bo'ladi, 6 ta amaliy praktika darsingiz bo'ladi va 4 ta man bilan jonli chat. Xuddi shunaqa o'tirib, sizda holat nima bo'lyapti, qaysi dars qilganingizdan keyin nima bo'ldi, nimadan keyin nima ketyapti, qanaqa holatda o'zgarishlar bo'lyapti, biza konsultatsiya qilib, savol-javob tariqasida darslikni o'tiladi. Xo'p, kurator bilan qayta aloqa bor, ya'ni kurator sizga qanaqadir yo'l qilib, sekin bolangizni olib chiqishingizda tepangizda bosh bo'lib turadi. Hoziroq mashlarni hoziroq joyingizni band qiladigan bo'lsangiz, 10% chegirma ham olishingiz mumkin ekan. O'zi kursni narxi 3.900.000, chegirmada 3.5 million ekan. Premium tarif. Premium tarifga. Endi VIP tarifi haqida. VIP tarifida xuddi shu 4 ta yana leksiya darsimiz, 6 ta amaliy praktika darsimiz bo'ladi. Unda 6 ta man bilan jonli dars bo'ladi. 6 ta jonli dars bu onlayn bo'ladi. Chunki mana viloyatda Xudo, boshqa baqir chaqirmagandan keyin qaysi bolasing dedi. O'chirildimi? Xo'p, u 6 ta jonli dars xuddi shunaqa birga bir o'tirib biz o'zimizning shu VIP tarifdagi darsimizda muammolarni hal qilamiz, ma'lumotni beraman, bolangizni haqqa qarab yo'naltirishga qiladi, bolangizni tug'ilgan sanasi, oy, yil datasidan siz uni nimaga qiziqishi mumkinligi, numerologiya, ya'ni ozgina numerologiya darslari tushunchalarini berib o'tib ketaman. Bonus sifatida bu. VIP tarifiga farzandingizni iqtidorini kashf qilasiz bu bilan. Bunga yana biz maxsus metodik box sovg'a qilar ekanmiz. Ya'ni bu yerda biz PDF variantini sizlarga darslik jo'natamiz. Chiqarib, uni uyda uzluksiz ravishda 365 kun farzandingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'lgan mahsulot to'plami beriladi. Undan tashqari yana VIP tarifga narsa ko'p ekan. Kitob qo'llanma sovg'a qilinadi, ya'niki neyro kundalik deymanman. Har kuni bolangizni kuzatib, bu no'rez bo'ladimi, tik bo'ladimi, bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi, farzandingizni kuzatish daftarchasi sizning qo'lingizga qo'llanma beriladi. Har kuni uni ismini, yoshini yozib, daftarchani tutib, unga qarshi dars qildirganingizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, yaxshilandimi, yomonlandimi, bolada muammo kamaydimi, ko'paydimi, analiz qilishingiz uchun siz uchun maxsus daftarcha beriladi. Va eng zo'ri, unda men birga bir qayta aloqaga chiqaman, ya'ni o'z bolangizga individual ravishda birga bir qanaqa yo'nalish berishingizni o'rgatib boraman. Hoziroq joyingizni bron qiladigan bo'lsangiz, mana hozir joyingizni bron qilish degani o'sha pulni to'liq summani emas, 200 ming, 300 ming bilan bo'lsa ham joylarni bron qilib qo'yinglar, chunki mana efirdan so'ng srazi hozir joyi bron qiladigan bo'lsangiz, 10% yana chegirma ham beriladi. O'zi kursi narxi 4.200.000 ekan, chegirmada 3.900.000 ga olishingiz mumkin. Hozir siz agar joyingizni bron qiladigan bo'lsangiz, значит kursni 3.900.000 ga sotib olasiz. Ayo keyin olaman deb keyin o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, efirdan so'ng ham joyingizni bron qiladigan bo'lsangiz, shu 4.200.000 narxiga sotib oladigan bo'lar ekansiz. Da, pulini bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Guruhlar tashkil qilingandan keyin, to'liq amalga oshirilgandan keyin kursga qachon start berilishi sizga aytiladi. Ya'ni sizga shu darsligimiz berib boriladi, ya'ni amaliy mashg'ulotni, leksiya darslarini ko'rib borasiz. Leksiya darslarini ko'rib, amaliy mashg'ulotni boshlab ketayotgan dars jarayonida biz hali jonli darslarimiz boshlanadi. Nega? Chunki siz oldin darslikni ko'rib, farzandingiz bilan shug'ullanib, qanaqadir yo'nalishi, ushlab savoli tug'ilishi boshlanishi bilan biz siz bilan jonli darslarimizni boshlaymiz. Ya'ni mana shunaqa har bir soatda haftasiga bir marta yoki 2 marta o'tkazilgan jonli darsimiz bo'ladi. Kurs davomiyligi, masalan, standartda 4 oy, kurs sizda 4 oy saqlanib qoladi. Dostupda 4 oy saqlanib qoladi, premiumda 6 oy. Premiumda 6 oy saqlanib qoladi, 8 oy. VIPda 8 oy. Kurs tugagandan keyin darslik saqlanib qolinadi. Nega siz bolangiz bilan shug'ullanib qolish uchun. Men o'zim o'yladim, bu kursni sotib olishsin, o'ziga gurumlik material bo'lsin, chunki bolasini bir emas, o'zbekni bolasi ko'p, bitta ikkita bolasi bor, keyingi bolalarda ham ishlatadi dedim. Lekin menga shunaqa narsani aytishdi, bu haqiqat. O'zim ham kurs olsam, agar masalan 3 oyda uchib ketadi shu kursing, tez darsingni qilgin demasa, onalar kursni sotib olamiz, o'tiramiz, hech nima qilmaymiz. Bu kursda saqlanib qolish jarayoni sizni o'zingizni qo'lga olib farzandingiz bilan ishlashingiz uchun kerak. Sizga kurs haqida to'liq ma'lumotni berdim. Hozir kanalga administratorlarning ichkasida qoldiriladi. Siz aytgan kasalliklar mening farzandimda yo'q, lekin men farzandlarimni psixolog bo'lishim uchun o'qisam bo'ladi. Albatta bo'ladi. Klassni bolalaringiz samootsenka sochadi. Shunaqa yutuqlarga erishishni boshlashadi. Даже masalan, meni o'zimga coachingga qatnagan, men kattalarga praktik qiluvchi psixologman, coachga ayollar keladi. Meni 10 talik
terapiyaga o'zi ayollar qatnaydi ko'proq menga основной. Shunda qanaqadir yo'nalish, farzandim bilan uni qilsam bo'ladimi, buni qilsam bo'ladimi? Chunki sizlarga berayotgan shu bolalaringlar bilan qiladigan art terapiyasi, sujud koptovlar bilan, shu masalan sujud koptok, bolangizga kognitiv kovrik katta bo'lganda sizga masalan go'sht terapiyasi bor, shunga o'xshagan terapiyada. Shu onasiga qilganimdan keyin farzandim bilan qanaqa qilsam bo'ladi, unga ham shunaqa qilsam bo'ladimi deganda, u terapiyani, bu terapiyani qilishingiz mumkin deb individual konsultatsiyada yo'nalish berganimdan keyin shunaqa onalar zo'r o'tkazib aytadi menga, даже bir xil holatlar bo'ladi, bir xil terapiyaga farzandligi bilan kelsa, ona xuddiki o'zgarib qolganlar. Rahmat sizga kattakon, shunaqa o'zgardilar, даже farzandlar uyi shuni qilishdi. Shu o'zlashtirish maktabdagi hayotga bo'lgan qiziqishi, ishtiyoqi oshgandan, ular miyasiga qo'ymayotgan chegarasidan ota-onasi xursand bo'lishni boshlaydi. Sog'lom bolalarning onasi ham xuddi shu kursligimizni olib, farzandi bilan xuddi shunaqa haftada 1 marta, 2 marta, 1 soatdan sog'lom vaqt ajratib shug'ullanishni boshlasa, kelajakka avlodga olima qizlarni tarbiyalashadi. Bugungi darsimiz tugadi. O'tgan soatimiz 1,5 bo'ldi. Faqat 1,5 soat gaplashdik. Saqlab qo'yamiz. Efir zapisini berishga harakat qilamiz. Hoziroq kurslarni chegirmada xarid qilish uchun administratsiyaga murojaat qiling, menejerlarimizga yozinglar. Hozir hechqasini tashlaymiz. 50 mingmi, 100 mingmi, 200 mingmi hoziroq kursni joyizni band qiling va siz chegirmada kursni sotib oling. Kursni sotib oling. Opa, men o'g'lim 8 yosh haligacha tagini siyib qo'yadi. Nima qilsam bo'ladi? Yordam bering, opa. Tengdoshlari orqada qolgan. Rosti kichkina o'g'lim 5 yoshli, lekin katta o'g'lim shuni fikrlashni ham fikrlamaydi. Oldindan rahmat. Birinchidan bolani doktorga olib borish, nerpatologga. Ikkinchidan kursni sotib olib, bola bilan shug'ullanishni boshlash kerak. Nerpatologga borsangiz ham nima beradi? Miyaga ozuqaviy dorilar beradi. Lekin siz uyda kalta shu bolangiz bilan har kun 1 soat shug'ullaning, neyro mashqlar qildiring, u miyasi o'zi sekin ishlashni boshlaydi. Hadeb telefon qo'liga berib qo'yavermasdan, televizor tagiga o'tkazib qo'yavermasdan, chips kola bilan farzandni boqavermasdan, farzandga ham e'tiborli bo'lib, sog'lom ovqatlantirib, u bilan shug'ullantirib, aktiv mashqlar qilib, u bilan aktiv o'yinlar qilib farzandingiz bilan miyasi orqada qolishini rivojlantirib olish mumkin. Xo'p, keyingi 10 yoshli qizim qo'rqoq, ko'chada o'zi yura olmaydi. Qaynonam qizimni nima tug'ilishida xohlamagan va hatto tug'ilgancha meni onang nima turishsin degan javob uchun rahmat. Shu onang tushirsin degan. Xo'p, endi shunaqa deb yashab ketavermaysiz, butun umrga shu qizga keraksizlik qilsalar ber. Ertaga erga tegadi, erga kerak bo'lmaydi. U bolani o'tda kerak bo'lmaydi. Hozir shu farzand bilan shug'ullanish kerak. Endi qaynonam bu dedi, erim bu dedi, onam bunaqa deydi, ani doktor bunaqa degan bilan o'tiradigan bo'lsang, o'tiraveradi, unda ikki ona bola, bitta bolani eplab tarbiyalay olmasdan. Xo'p, sizga shu mehr berishmagan ekan, o'zingizga ishonch berishmagan ekan. Voy, shunaqa darslar yozisham, bizda paytimizda psixolog bo'lmagan. Xo'p, sizning paytingizda psixolog yo'q ekan, hozir bor, foydalaning. Hozir bor sizga o'rgataman deb turibdi, o'rganing, bolangizni to'g'ri yo'llantiring. Shu psixologga o'qib, o'rganib, mashqlar natijasi bo'lmasa, masalaga hamki chiqib baralla kursni olinglar, bolangiz tuzaladi demayman. Qanchadan qancha borachilar lecheniya olgani uchun, tuzalib ketgani uchun, sog'aya olgani uchun, ishonganim uchun aytaman. Siz bolangiz bilan qunt qilib shug'ullansangiz, bola obязательно tuzaladi. Xo'p, keyingisi. Rahmat ma'lumot uchun. Xo'p, rahmat ketdim. O'zini fikrini ayta olmaydi. O'ziga bo'lgan ishonchi ishlash kerak. 12 yoshli bola o'zini fikrini topish, ujus, dahshat kechirasiz. 6 yoshdan 12 yoshgacha bola o'zini fikrini bildirish, qat'iylik. Даже 5 yoshli bola o'sha yasi shakllanadi. 5 yoshgacha mana bola podshoh bo'ladi. Uni urmagin, turtmagin, so'kmagin deb yosh katta insonlar bekorga aytishmaganda, chunki bola o'zini yasini shakllantiradi. O'zi kiyim kiymoqchi bo'ladi, o'zi ko'rmoqchi bo'ladi. O'sha payt yo'q qila olmaysan, tema qoch qoldi, biz bolani urishamizda, keyin 12 yosh, 13 yosh bo'lganda uy ishlarini qilishni xohlagan bolaga aylantirmoqchi bo'lasiz. Bo'lmaydi, bolalikdan adaptatsiya qilish kerak hamma narsaga. Xo'p, 12 yoshda qizim asabiy bo'lib qolgan, xarakteri bo'sh, dugonalarim hurmat qilmaydi deydi. Samatsenkasi past, bolani samatsenkasi o'ziga bo'lgan ishonchiga ishlash kerak. O'zingiz samatsenkangiz qanaqa, o'zingiz oilada qanaqasiz? Usullaringiz, opa-singlingiz oldida solishtirasizmi o'zingizni xuddi shunaqa qizingizga o'xshab? Ular bular oldida meni men sevadi deb o'ylaysizmi? Xuddi shunaqa o'zingiz bolangizga beryapti. O'zingiz ham bolangiz ham shuni yaxshilab ishlash kerak. Xo'p, keyingisi. Bo'ldi, savollar tugadi menimcha. Hamma savolga to'liq javob berdim.
Harbiy shunday qilardim, qilolmaysan deb hozir o'zi ish qilishga qo'rqadi, duxi yo'qolgan. Bo'ldi. Fakt, og'riqli bo'lsa ham aytaman, kechirasizlar shu enkaprez, nevrotik, agressiyasi qo'rqadigan, jamiyatda o'zini o'rnini topolmaydigan bolachalarning onalari. Ha, sizlar aybdorsizlar, xafa bo'lmaydi. Gapim og'ir bo'lsa ham aytaman, kechirasizlar, sizlar bolalar sizlar tarbiyalayapsizlar. Nega? O'zinglardagi bo'lgan qo'rquvni, o'zingizga bo'lmagan ishonchni farzandingizga beryapsiz. Men sizni aybdor qilib qo'ymoqchi emasman. Davolash yo'li bor. Yechim berdim. Oling, o'rganing, qiling. To'g'ri, hamma ham onani qonidan tarbiyalashni o'rganib tushmaydi. Hamma ham uyda to'g'ri tarbiya topmagan. Farzandingizni tarbiyalash uchun kechirasiz. Bitta bo'lsa ham kitob o'qishdan boshlang, to'g'ri tarbiya berish yo'llari, bolaning o'ziga ishonchini qanaqa oshirish bilan. Siz qiziqing, yarim soat, 1 soatdan baribir Instagramda birovning yaxshi hayotini olib vaqtinglarni o'tkazyapsizlar-ku, yoki kimdir bilan g'iybat qilib vaqtingiz ketyapti-ku, yoki shu oshxona tepasida somsa qilyapsizlar, bir kun somsa qilib shu sho'rvani o'zini qilib qo'ying, bo'ldi, 1 soat bolangiz bilan shug'ullaning, 4 barobar kitob o'qing, bola tarbiyasi to'g'risida, sog'lom bolalarni tarbiyalaysizlar. Xo'p. Men hozir administrator rechkasini tashlayman, kursni tashaldi. Yozsanglar sizlarga kurs haqida to'liq qizlar ma'lumotni berishadi. Efir saqlab tashlab beramiz. Nimani aytay, sho'x faqat kechqurun tagini xo'llaydi. Sho'xligidan urayotgandirsiz, shuning uchun tagini xo'llaydi. Shug'ullaning 6 yoshli bola ikkinchi guruh nogironi ko'rish, eshitish 100% emas, so'dirgisi bor. Shug'ullaning psixologik bolaga pomosh berish kerak baribir. Shug'ullanish kerak bunaqa bolacha bilan. O'ziga bo'lgan ishonchi, даже ishoning qancha bolachalar kasalliklardan davolanib ketishgan. Autizm rastdan davolayapti insonlar shug'ullanib. Sizni bolangiz irsiy kasallanmas, davolasi bo'ladi. Sekin-sekin, etap-etap uni o'ziga bo'lgan ishoning jamiyatda o'ziga yetguncha shu ikkinchi guruh nogironi bor insonlar juda ham katta shaxslarga aylanib ketishgan. Faqat ularga to'g'ri tarbiya berish oqibatida. Zehnlar qilib, lekin ba'zida asabiy bo'lib, har narsaga o'z bilmaganlarga nisbatan nohaqlik bo'ladi, o'lib ketaymi deb aytadi. Biror kishi dakki bersa, siz aralashmang degan. Xo'p, 7 yoshda bu norma, 6 yoshda o'zini shakllanayotgan samootsyenkasi. Urib, urishib o'tganingizni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bolangizni sindirasiz. O'zingizga qarang. Balki o'zingizga ham xuddi shunaqadir. Har doim hamma yerda o'zingizga nohaqlikni ko'rarsiz. Qaynangiz balki sizga beshta nohaqlik qilishardi. O'shaning uchun siz bolangiz o'zingizni как oynadek ko'rsatib beryapti. Qo'rquvlar bilan ishlang. Kursni обязательно sotib olib, bolangiz bilan ishlasangiz, aqliy salohiyati zo'r bolachalar kursni chotki o'rganib, moshni o'sishadi, o'zini samootsyenkasiga zo'r ishlab beradi. Xo'p, qizlar, efirni tugatamiz. Bizning vaqtimiz bo'lib qoldi. Kurs haqida to'liq ma'lumotlarni berdim. Hoziroq joyingizni band qilsangiz, 10% ga chegirma bilan sotib olasiz. Joylaringizni band qiling. 100 ming, 200 ming, 300 ming bilan bo'lsa ham band qiling. Bu farzandingizni kelajagi uchun sarmoya. Xuddi shunaqa nazarda qarang. Siz borib shu 3 million, 4 million katta summa ko'rayotgan bo'lishi mumkin, lekin bir farzandingiz bilan ko'chaga chiqib aylantiraman desangiz ham shu 1 millionni ishlatasiz. Borib bolangizni kiyintirib kelaman desangiz ham shu 1 millionni ishlatasiz, 2 millionni ishlatasiz. Ozgina bu yoq shu o'yinchoq bir nimadan keraksiz narsadan tiyib turib, farzandingizga sog'lom mahsulot, sog'lom o'qish quroli, sog'lom narsa olib berishni o'rganing. Bugungi efirimiz tugadi. Xayr, sog'lom bo'linglar. Efirda barcha qatnashganlar uchun rahmat. Nilufar opa, YouTube qanaqa o'chiramiz?